O'zbekistondagi eng bo'yi uzun va eng bo'yi kichkina odam topildi. Rashid akam Buxorodan tashrif yurganda bo'ylar 220, O'zbekistonda aniq bunaqasi yo'q, eng kattasi. Va Hasan akam Urgutdanlar 1.12 bo'ylari bular, O'zbekistondagi eng kichkina bo'yi inson. Ibrohim aka menga atvet qildilar, 2.16 eng bo'yi uzun Jahongir deb. Aka hozir metrda o'lchaymiz. Bizaniki 2.20 bunaqasi yo'q aka. Metrni oldim mana hozir o'lchaymiz. Qani? Haqiqatan 2.20. Qani aka siz bitta o'lchaylikchi. Aka bir ekan o'zi. Cho'kibsiz Rashid aka Buxorodan tashrif buyurgansiz. Rashid aka oilada kim katta endi sizlarda? Ota-ona shunaqami? Shunaqa. Bo'ylar o'zi aka ukalar ham. Avlodda borda. Avlodda bor. Qo'lni qaranglar mana. Oho, akamda bitta yuzimish. To'silib qoladi yovni ko'rasizlar do'stlar. Oyoq rasmiylar 55. Bu oyoq kiyimni tanigan bo'lsanglar kerak. O'sha videoda mashhur Rashid akamga nasib qildi, bularga sovg'a qildik. Aka, menimcha hayotingiz davomida hech kim bilan tortishmagan bo'lsangiz kerak-a? Hech urushganmisiz kimdir bilan? Urushmaganman. Hamma bittada bo'ldi aka, uzr mendan o'tdi deydi. Endi Rashid aka bu bo'y bilan hayotingiz davomida hech tikovga o'tirganmisiz? Qanaqa mashinaga sig'asiz o'zi? Faqat Jeep. Uyda patolog qanaqa aka? Menimcha uyi maxsus qurgan bo'lsangiz kerak-a? Shunday. Kattaroq, yotog'i ham zakaz qilgansiz menimcha. Oddiy mana kravatlarga umuman sig'maysiz. Kiyimlaringiz ham polniy zakazga kelsa kerak. Bundan topish qiyin. Hasan aka, siz Husaningiz ham bormi? Bor. Bo'ylari necha uzunroqmi sizdan? Mendek bormi? Ha, Siz sizlarmi katta? Ya, gap Husansiz himoya qilib yurar ekanda. Erta uylanadigan bo'lsangiz sarpani qatdan qilasiz? Liboy joyda. Liboy joyda. Uylanganmisiz aka? Yo'q, hozir bo'ydoqman. Bo'ydamisiz? Qizlar aloqaga chiqaveringlar Liboyinglar. Tayyor bo'libdilar. Videoga bitta like bosib va kommentariyaga izohlarni qoldirib, do'stinglarga jo'natib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Buxoro bilan Samarqandning kuchini ko'ramiz, bosib tashlanglar. Hasan aka, sizga bizani bosh homiymiz Flavis ham bunaqa anorligini sovg'a qilaman. Maza qilib ichib ketasiz. Jahon aka bunaqa suvdan bermang, u kichkina. Aka, sizga go'ydaga yarashasini beraman. Buni aka yutib yuborasiz hozir. Rashid aka, sizga maxsus mana Flavisni qarang, kattasi. Ibrohim aka, o'tgan safar kichkina suv berib qo'yganingiz qarang. Aka, bu go'ydaga yarasha kattasini berish kerak-da, mana. Mana Rashid aka o'z ko'tarib olasiz, qarang. Hop, buni aka bitta yetilakka chechib qo'yasiz. Qoyil. Qali yana sovg'ani bombasi bor. Bu ham go'daga yarasha Sarubola pizzadan. Aka, sizga mana jajjigina pizzacha, o'zingizga go'dangizga yarasha. Rashid aka, hali bunaqa pizza qilmaganmiz. Eng kattasi mana bu sizga aka. Voy. Aka, mana Flavisdan Trenddagi mana hamma Trenddagi suvlar bu sizga. Bu aka mana bu sizga. Aka, Sarubola pizzadan mana bunaqa sertifikat voucher oilalarni albatta olib kelasizlar. Endi egzak farzandi borlar diqqatiga 3 tami, 4 tami, 5 ta farzandinglar bo'lsa, egzak bo'lsa bo'ldi. Mana shu raqamga telefon qilasizlar, sizlar bilan dahshat kontent qilamiz. Qalay edi, nima dedinglar? Bomba!